bitta ayron aka sizga. Bo'ldi akajon. Men akamga qaymoqli joydan ayron qo'yaman. Akajon kamchilik bo'lsa shu o'ttamizga kelaveradi. Go'shtligidanmi, qaymoqligidanmi, yog'ligidanmi? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Oling. Xo'p bo'ladi aka. Aka ichib oling, oxirida hisoblaganimizni mayli. Bemalol aka. Qaymoqligidan aka mana. Saboy bitta ayron. Akajon quyingmi, chashmaydi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Duogo'ylarga salom aytadi. Aka assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, chattinabsizlar, tuzumsizlar. O'ylab ko'ring aka, afsuslanib qolasiz lekin qaymoqligi chiqqanligi. Oling akajon, osh bo'lsin. Ketayotganda aka обязательно uchrashing. Duogo'ylarga berib aka, addish. Oling akajon, mana osh bo'lsin. Kamchilik bo'lsa shu yordamingizda xudo xohlasa. Bo'ldi aka, xo'p. Marina mevalari bilan aka xudo xohlasa. Aka ketayotganda duogo'ylarga ham olib ketishingizdan chiqmasin. Hurmatli kuzatuvchilar, kelayotgan 3 kunlik juda issiq keladi deyishyapti. Archa ko'cha ayronga kelib, salqin ichimliklardan bahramand bo'lishinglarni so'rab qolamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Duogo'ylarga ham mana saboylarimiz bor xudo xohlasa inshaalloh. Otaxon, onaxonlarning duosini olib, issiq kunlarda salqin ichimliklarni bahramand qilishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar.